Mana akkumulyatorlarni kecha mana buni olib ishlatib qo'ydim. Mana bundan jo'nakini oldim. Bu eshikni ochamiz. Сегодня я направлю официальный запрос в Следственный комитет с требованием проверить законность распределения госконтрактов в Саратовской области за период с 2015 по 2022 год. Общая сумма подозрительных Mana shu eshikni ochdik. Mana ichida информация мгновенно hozir buni разлетелась по всем olib, информационным naryoqqa joylab, агентствам. ichki qarshiliklarni ko'rsataman. Последствиям. Mana Голос oldim. граждан. Mana bu paketning ichidagi Талонов нет. 12 dona, Оборудование 12 dona, 24 bankadan yig'iladi. миллиардные программы развития здравоохранения Mana ichki qarshiliklarni ko'rsataman. для всей системы. Mana Либо 326 volt, способна к 0.8 самоочищению, либо следующий. общество будет потеряно qo'llab qiyin. И Путин сделал выбор. Поддержал Белоусова. Keyingi Теперь министр обороны получил карт-бланш на продолжение чистки. Технократ нового поколения против старой гвардии, привыкшей к безнаказанности. Это было столкновение двух систем, ket двух 4-chi. подходов к управлению государством. Народ наблюдал за этой войной с надеждой и тревогой. 5-chi. Надеждой, что наконец-то что-то изменится. Тревогой, что все может закончиться компромиссом. 6-chi. А виноватые снова уйдут безнаказанными. Ko'rdinglarmi? Hammasi bir xil. Социальные сети кипели. Люди спорили, обсуждали, высказывали мнение. Orasida biroq chiqsa men ko'rsatar edim. Ha, bu bittasi biroq chiqdi Считал deb. это политическим Lekin спектаклем, unaqa chiqmadi shu но paytgacha. равнодушных не было. И вот сейчас, когда вы смотрите Сейчас это видео, расследование продолжается. Следователи анализируют изъятые документы. Адвокаты готовят защиту. Keyingi Политики строят новые коалиции, а простые люди ждут справедливости. undan keyingisi. Дальше. Дойдет ли дело до реальных приговоров или все спустят на тормозах? Сможет ли Белоусов довести чистку до конца или его самого уберут под каким-нибудь предлогом? И главное, Oxirgisi изменится ли хоть что-то в системе или через год мы увидим новые лица на тех же коррупционных схемах? bunisi. Пишите в комментариях свое мнение. Buni bo'ldik. Endi bu. Верите ли вы в то, что система способна измениться? Или это очередная имитация борьбы с коррупцией? Gapni qisqasi orasida bir yarimni anaqa bo'lib qolsa men yig'mayman o'zim. Пока мы молчим, они Shuning uchun xavotir olish ne stoyt. Gloning shu partiya ichki qarshiligi hammasi bir xil. только наши Bir xilligini ko'rsatish maqsad. могут заставить власть работать честно. Uchinchisi, До новых встреч. to'rtinchisi, beshinchi kamerasi yopilib qoladi. Mana ko'rib turganlaringga pashti bir, hammasi bir. Mana oltinchisi. Yaxshilab ushamasang ko'rsatmaydi. To'rtta shu bo'lishi kerak mana. Oxirgisini ko'rsatay, charchatib yubordi bu. Mana. To'rtinchisi. Ana перед последний тоже. Ana ko'rib turganlaringdek hammasi bir partiya, hammasi zo'r. Bu mana ko'rib turganlaringdek o'sha akkumulyatorni yig'ib, shinalari, gaykalari joyiga o'rnatildi. Buni men nimaga shu egasiga tashab turish uchun video foto qilganman. Egasiga tashab turish uchun. Sabab oldidan pulini tashab bergan. Pul tashagandan keyin odam xavotir oladi. Shuning uchun xavotir olmaslik uchun video tashab turilsa, har bir oluvchi bemalol yuradi. Hatto mana suratni tagida, hozir bunda ko'rinmagan, keyingida chiqadi. Suratni tagida soat, chislo, hamma narsa ko'rinib turibdi. Ish borayotgani, soat nechigacha ishlanib turgani ko'rinishi uchun men mana shunaqa surat, videolar tashab turaman. Har bir oluvchiga akkumulyatorni yangiligini ko'rsatib beraman. Hujjatida ko'rsatilgandek, mana ichki qarshiligini ko'rsatib berdim. Hozir sizlarga manualni ham tashab ko'rsatib yuboraman.
ichki qarshiligi qandayligini. Mana ikkinchi surat. Bu уже BMS yig'ilgan holdagi ana ekranni pastiga qaranglar. Chislo, soat hammasi ko'rsatilgan. Mana bu уже yig'ilgan holdagi o'sha oluvchi namanganlik odamga tashlab berganim. Shunday bo'lsa-da hamma ko'rsin deb bir video qilib tayyorladim. Bunisi BMSga BMSlarni taqib bo'lgandan keyin smart BMS bo'lgani uchun mana ichiga kirib, hozirgi holdagi ko'rsatkichlarni skrin qilib, uni ham tashladim. Mana boshlang'ich volt 78. Yacheykalarga e'tibor qilinglar. 3.2 voltdan har bir yacheyka voltlar ko'rsatilgan. Albatta bular nima 72 volt zaryad chigimi yo'q. Uni egasi olib olgandan keyin polni o'zi zaryad qiladi. Zaryadni hammasini BMSni o'zi kontrol qiladi. Так что mana shunday ko'rsatkichlar tashab turilsa, olgan odam biladi ichidan nima turganini, xavotir ham olmaydi, ikkilanmaydi ham hattoki. Ana shu maqsadda shunaqa videolar, roliklar, rasmlar tashab turishni men yo'lga qo'yganman anchadan buyon. Mana hujjatida ko'rsatilganda ichki qarshiligini ko'ringlar. 0.5 milliohm deb ko'rsatgan. Mana shu yacheyka turibdi mana. Razmeri, kilosi, o'lchamlari, hamma narsasi bor. Mana biza tekshirdik 0.36, 0.38 chiqdi. Ichki qarshiligi milliohm. Bu yerda 0.5 gacha berilgan. Bu ichki qarshiligi akkumulyatorning temperaturasiga bog'liq. Shuning uchun anaqa o'zgarishlar ozgina bo'ladi. Главный 0.5 dan baland emas. Bu yangidan ham yangi. Mana shunaqa ko'rsatib berish uchun sizlarga mana ochiq video qilib, oluvchiga ham shuni taqdim qilib tashlab beryapman. Ko'rsin, bilsinki, что bu yacheykalar yangiligi. Yangiligi bo'yicha o'sha kafolat necha yil ishlashi, 10 yil, 20 yil ishlashini mana shu hujjatga asosan har kim o'zi bilib oladi. Bilmaganlar uchun mana oldingi videolarda men ko'rsatib tushuntirib o'tganman. Sikl degan narsani. E'tibor qiling. Mana bu 24 ta bank 72 volt uchun mana shu BMS qo'yiladi. Qaranglar. 200 amper kuchga ega. 350 amper kuchga turib beradi. 8 dan 24 bankagacha yig'ish mumkin. Bu 24 banka bu, 24. Polni yig'iladi mana shunga. Boya ikkinchi xil BMS kerak deganim shu. E'tibor qilinglar, 2 amper balans qiladi bu. 2 amper puskov anaqa aktiv balansi bor. Mana shu BMS shu mana. Bu yerdan shu ko'rsatkichlar mana. Ko'rdinglarmi? Так что mana shu BMSni o'rnatamiz hozir. Bu komplektatsiyasi. Hammasi mana shu yerda. Mana akkumulyator yig'ilgandan keyin mana shunday korobkaga joylandi. Ko'rib turganlaringdek korobkani g'ir tevaragi Xitoydan kelgan yumshoq pena bor. Juda sifati zo'r narsa. O'sha bilan korobkani g'ir ichi, tagi, g'ir tevaragi mana shunaqa penalar bilan yig'ilib, o'shani o'rtasiga akkumulyator joylanadi. Bunaqa joylashuvi akkumulyatorni issiq sovuqdan saqlaydi. Sababi bu akkumulyatorlar ko'pchilikda savol tug'ilyapti. Qizib ketsa nima qiladi? Sovuqdan nima qiladi? Bular именно shu issiq sovuqqa chidaydigan litiy железо fosfat akkumulyatori. Eng asosiysi bu akkumulyatorlarning quvvati sizlarni muraviylarda yuradigan quvvat bu akkumulyatorga o'yinchoq. Shuning uchun bu akkumulyator qizish darajasiga bora olmaydi ham. Sababi bu akkumulyatorlar elektromobillarga qo'yiladigan akkumulyator. Elektromobillarni bilasizlar, katta amper tokda yuradi. Boya aytganday 300-400 amper tokkacha chiqadi. Ana shunda qizishi mumkin bular. Lekin sizlarning muraviylar 50-60 amperdan nari o'tmaydi, gazga minsalaring ham. Shuning uchun termo izolyatsiya qilib, mana ko'rib turganlaringdek, termo izolyatsiya qilib, mahkam o'rab, ana shu holda
jo'natiladi. Mana e'tibor qilinglar, kechki soat nechagacha ishlab o'tirganim o'sha oluvchiga yana bir taqdim qilib turgan suratlarimdan biri. Mana bunisi mana korobka polni yopilib, usti polni skochlanib, mana qizil chiroqchasi bor. Mushtada ko'rgan bo'lsanglar, bu BMSni yoqib o'chiradigan knopkachasi. Mana shu holatga keldi mana. Pastida minusovoy klemma chiqib turibdi, qora provod ustida oq qizil plusovoy klemma. Mana shu holga keldi mana. Oldingi videolarda mana shu pena masalasida bir ikki savol javoblar bo'ldi. Shuning uchun mana aniqlik bo'lish uchun mana ko'rsatganman penani qalinligini. Shunaqa bo'sh pena bir tevaragida. Bo'sh sifati juda zo'r bu penani. Bosib necha yil qo'yib yuvorib yuborsang ham o'zini holiga qaytadi. Mana bu pena haqiqiy issiq sovuqdan saqlaydigan penachani o'zi qiyib kerak razmerda o'rnatilib, bu penalar akkumulyatorni g'ir tevaragida o'ralib kelgan, yashiklarda kelgan menga. Shuning uchun bemalol mana shularni qo'yapman. Atak buni izlasang ham chiroq yoqib top bo'lmaydi bizada. Ana shuni bilib qo'yinglar. Mana akkumulyator oxirgi darajaga keldi. Mana bu ko'k palasalar o'rnatadigan temirchani mana shu palasalar bo'yicha o'rnatish uchun yopishtirilgan. Shunga qarab ustiga doskacha qo'yib, bir xil urovenda bosib, ustiga temiri bilan tortib o'rnatiladi. Mana taksiga berib yuborishda mana shunaqa oluvchi, yuboruvchi telefon raqamlar yoziladi, qayerga ketishi. Endi bu oluvchini telefonini ko'rsatmadim, sababi bilasizlar, birovni telefonini tarqatish mumkin emas, qonun bor. Bu odamni bezovta qilib, dabdala qilib tashlaysizlar, odamlar bor shunaqalar. Shuning uchun ko'rsatmadim. Так что, men adashmasam Qo'qonga ketyapti bu. Qo'qon, Namangan, bilmayman qayerda u. Ishqilib, bular Toshkentgacha boradi bu yuk. Toshkentgacha. Bizani taksilar Toshkentgacha boradi. Toshkent Abu Sahiy stayankasi bor, Xorazm stayankasi, o'shatdan borib yo'lini qilib olib ketadi bular. Oladigan egalari. Endi ko'pchilik olib kelib qo'yib berasizlarmi, unaqa qilasizlarmi degan gaplarni qilyaptilar. Oldingi videolarni ko'rmaganlar shekilli. Qaranglar, minus klemma chiqqan pastida qora, ustida plus oq qizil klemma chiqqan. O'rtoqlar, mana shu akkumulyator mana tayyor bir yashik. Sizda masalan mana bu 72 voltga tayyorlandi. 6 ta akkumulyator turadi bunda. O'sha 6 ta akkumulyatorni maydalab olib tashlaysizlar muraviydan. Hammasini olib tashlaysizlar, 6 tasini ham. Nima qoladi? Muraviyda 2 ta sim qoladi. O'sha 6 taga taqilgan 2 ta sim qolib ketadi. Biri qizil, biri qora. O'sha qizilga mana bu oq qizilni taqasizlar, bir qorasi qoladi, minusovoy klemma. Pastdagiga qorani taqasizlar, mana bu yashikni mahkamlab o'ynamaydigan qilasizlar. Mana bu mushtida turgan qizil knopkani bosib yoqib yuborasizlar, bo'ldi. Ana oldin qanday ishlatib, qanday zaryad qilib yurgan bo'lsanglar, shu tartibda ishlatilaveradi. Mana bu qizil chirog'i umrbod yonib turadigan narsa. Ko'pchiligi to'q yeydi, boshqa deydi, u to'q yeyish hech nima to'q yemaydi. Bu akkumulyatorning yonida bor, u kapeyka uni to'q. Shuning uchun ana tushunmaganlar uchun yana bir tushuntirish qildim. Yana bir narsani tushuntirib o'taman. Elektromuraviy, elektroskuter minuvchilar diqqatini. Sizlar ko'pchilik, endi hamma emas, ko'pchilik elektromuraviy misol, meni akkumulyatorim 3 yil bo'ldi, mana biribman, zo'r dedi. Elektroskuterchilar 4 yilgacha bo'ldi, meni biribman, hali zo'r dedi. Endi bir nimaga e'tibor qilinglar. Sizlar 4 yil oldin, 3 yil oldin olgan transportingizni akkumulyatorlari marketing bo'yicha yangi kelgan payti olgansizlar. Yangi kelgan payti ularga qimmat, sifati yaxshi geliy qo'yib berganlar. Endi asli geliy emas, kislotnida u. Sifati yaxshisini qo'yib berganlar. Ana sizlar yo'lini qilib shu yilgacha minib kelgansizlar. Lekin bir nimaga e'tibor qilinglar. Hozir o'shalar tugasa, olib tashlaysizlar-da, o'rniga 5 ta qo'yasizlar, 6 ta qo'yasizlar, to'g'rimi?
Bu sotuvga kelgan yangi pokoleniya akkumulyatorlar arzon talab bo'lgani uchun eng arzon variantini olib kelib boshlaganlar bizada. Ana ular sizlarga 3 oy ham yurib bermaydi, zo'r yursa 1 yilga tortib berishi mumkin. Shuni e'tiborga olinglar. Oldingidek 3 yil minaman, menga yetadi shu. Ana proba qilib ko'ringlar. Agar shunaqadan yonganlar bo'lsa, mana kommentariyada yozinglar. Odamlar bilsin. Meni maqsadim odamlarning ko'zini ochish. Meni sotilmay qolgan molim yo'q, yo magazinim yo'q. Men shunaqa yana aytaman, o'zimga qiziqqanim, ishim, bilganimni qilib, shunaqa ishlarni qilib turibman. Menga 10 ming odamdan ikkitasi kelib murojaat qilsa menga yetadi. Qilmasa ham mayli, o'ssam kunim o'tadi. Glavniy men bu narsalarni olib qo'yibman, qo'limdan kelganicha 2-3 ta komplektdan shunaqa onda-sonda oldiraman. Sababi bu narsalar vaqt ham sanamaydi, umri ham ketmaydi, turaversa ham hech nima qilmaydi. Glavniy kerak temperaturada saqlab tursang bo'ldi, turaveradi bular. Yilini ana oldingi videolarni ko'rsanglar bilasizlar, necha yil xizmat qilishini. Bular kislotniga o'xshab okisleniya berib qoladigan narsa emas. Polniy vakuum o'zi yopiq holdagi akkumulyatorlar, yangi tip akkumulyatorlar. Bu kelajak bular. Shuning uchun narx so'rab bezovta qilmanglar meni. Men narx kommentariyada aytmayman, do'qlaring yetsa telefon qilinglar. Divanda yotib narx so'rab yotadiganlar juda ko'pchilikni tashkil qila boshladi. Udalet qilib blokirovka qilib tashayapman. Endi kerak emas. Unaqalar men gruppamga, nimaga, videolarimga kirmasa ham bo'ladi. Blok qilib tashayman. Narx so'rab yotganlarni. Endi bunaqalarga tushuntirish uchun bilmayman, qaysi tilda gapirishim kerak. Ey, musulmonlar, e'tibor qilinglar. Men aytib turgan narx boshqa. Mendan boshqa 1000 ta sotuvchi bor. 1000 ta ishlab o'tirgan odam bor. Ularning narxi bilan menikini solishtirib, gunohga botib nima qilasizlar? Qo'ng'iroq qilinglar, javob beraman. Qo'ldan kelgancha tushsalaring bekor bo'lsam. Qiziqtirsa, niyatda jiddiylar bo'lsa telefon qiladi. Boya divanda yotadiganlar, pofigu deb yotadiganlar u kommentariyada narx yozadi, so'raydi. Telefon chiqarib turibman mana. Hozir endi telefon ham tashamayman videoga. Kerak odam oldingi videolarimni ko'rib topib olar telefonimni. E'tibor qiling. Men endi telefon yozmayman telefon ekranga. Oldingi videolarni ko'rib telefonimni topib olinglar. Kommentariyada telefoning qani degan odamlar bo'lsa, uni ham blok qilib tashayman. Menga kerak emas bu YouTube'ni ham, boshqasini ham menga bir tiyin ishi aniq foydasi yo'q. Ya men bundan pul ham ishlab o'tirganim yo'q. Yana aytaman, maqsadim odamlarning ko'zini ochish. Kuyib yurgan 1000 ta. Yolg'on bo'lsa yozinglar kommentariyada. Bu yetar bu. Xarajat qilib Xitoyni boqib yotganlaring. Ne to'ka Xitoy. E'tiborli bo'linglar. Mana videoni davomini kuzatinglar. Hozir men shu akkumulyatorni taksiga chiqarib egasiga jo'nataman. Mayda-chuyda anaqasini tashab yuboraman rasmini. Mana hozir taksiga chiqarish uchun olib borib keldim. Foydasi yo'q. Taksilar bugun yo'lga chiqmas ekan. Havo sovudi. Yo'lda gaz, benzin muammo ekan. Ertaga chiqishlarini aytishdi. Shuning uchun endi uni uyga kirgizib qo'yamiz qaytarib. Shunaqa. Mana havo sovigani sabab, limit anaqa ограничениялар sabab, gaz masalasi, metan masalasi, problema sabab mana bugun birinchi marta qaytib keldim. Atak unaqa bo'lmagandi menda. Ancha tovarlar jo'natganman har yerga. Так что mayli.
ertaga yo'lni qilib chiqarib yuborarmiz xaridorimizga. Hozir qo'ng'iroq qilib gapirishdim. U ham xo'p deb rozi bo'ldi. Shu deganday nima deymiz? Mana shunaqa Toshkentgacha dastavka qilamiz. O'sha vodiylik akamiz yo'lini qilib borib Toshkentda Xorazm stansiyasidan olib ketadi. Ana minib mana shu videoni ko'rsa tanib olar, kommentariy bo'lsa yozar. Так что menda hammasi ochiqchasiga mana shunaqa borni bugun qilingan ishni mana shu tashlavordim. Bekor sovuq ham boshlandi, yangi yil tugadi. Bu yog'iga odamlarda pul yo'q, qo'lidan kelganlar yo'lini qilib olyapti. Так что nima deymiz? Qiziqqanlar bo'lsa ana ko'ringlar. Qiziqmaganlar ixtiyorlaring. Qo'ldan kelganimizcha mana shunday ma'lumotlarni tashab ko'rsatib berib boryapman. Ana salomatlikda uchrashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.